Menga noma'lum odamdan, noma'lum joydan posilka keldi. Posilkani ustida shunaqa narsalar ham bor ekan. Tushunmadim. Bu nimaga? Kapay. Umrimda qo'limga lapata olmagan bo'lsam, nimani kapay? Yuborgan odam mana konditer emas, florist deb o'ylagan. Ko'chatlar solib berganmi? Mayli kapay bo'lsa kapayde. Voy, kartoshkami? Voy, shunga shuncha vahimami? Xo'jayinim kartoshkani qopi bilan olib kelib qo'yganlar-yu, lekin kartoshkadan qanaqadir yoqimli hid kelyapti. Shokolad hidimi? Endi nima bo'lsa bo'ldi, bekorga korobkaga solinmagandir. Bitta tishlab ko'ring. Patatomisan patato. Kartoshkamisan kartoshka ekan-ku bu. Ichini qaranglar. Xullas kim yuborgan bo'lsa ham otasiga rahmat. Ochgan odam qazishga qiynalmasin deb lapatalari bilan berib yuborganiga kallangizga qoyil sizni keksamaniya.